Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Toshkent aeroportidan Londonga qarab uchyapmiz. Mana shularni o'zi bitta video qilgan edim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Angliyaga mavsumiy ishga ketyapman. Like bosib, kommentariyada savollar bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, yozishlaringiz mumkin. To'liq videolarni qo'yib boraman, xudo xolasa. Hozir bu ko'rib turganingiz Toshkent aeroporti. Toshkentdan Pramoy Londonga bilet olib uchdik. Samolyot bilet narxi $350 bo'ldi, 4 million qanchadir ham. Samolyot uchish vaqti где-то 7 soat, 8 soat ko'rsatilganida 7 soatmi uchdik biza. 1 soat oldin yetib keldi. Qanot sharqqa olgan edik biletni. Ancha yaxshi qanot sharqda, boshqa nimalarga nisbatan ovqatlari ham, xizmat ko'rsatish nimalari ham yaxshi anchagina. Va hamma narsa bor. Bir odam ovqatlansa qorin bemalol to'yadigan. Ob-havolari ham hamma narsasi ma'qul tushdi. Anchagina yaxshi. Men o'yladim ancha sovuq bo'lsa kerak deb, yo'q unday emas ekan. Sovuq joylar emas ekan. Ob-havosi shu o'zimizdagi bahorda ob-havosiga o'xshab ketadi hozirgi turishi. Endi bundan keyin agar o'zgarib ketmaydigan bo'lsa, mana o'sha Londonga yetib kelayotgan joyimiz. Qo'nadi nasib bo'lsa hozir, xudo xolasa. Bu o'zi mana London aeroportiga yetib keldik. Qo'nish jarayonimiz. Hammasi yaxshi bo'ldi safarimiz. Salomon kiyib oldik. Sharoitlari yaxshi, samolyotda narxini aytdim. Uchish vaqti ham shu. 8 soat yozilgandi, 7 soatda uchib keldik. Hammasi joyida. Bu London aeroportining ichki ko'rinishi o'zi. Hamma joy top-toza, chiroyli joylar. Bu yerda mana bagajimizni olyapmiz. Biz samolyotda mavsumiy ishga kelganlar 22 kishi kelganmiz. 22 ta odam. Qolganlar o'zini ishi bilan o'qishga kelgan studentlar bor, turistlar bor, aylanishga kelgan. Aeroportdan chiqish joyi ekan bu. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyaga savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Davomiy videolar qo'yib boramiz.